Xolamiz 66 yoshdalar. Xolamizda bachadon olib tashlangandan keyin qin devorlari to'liq chiqib ketgan. Buni bizni kameraga ko'rsata olmaymiz, lekin bu qin devori bachadon bo'yinchasi bilan mana shundoq bo'lib bu yoqqa chiqib turibdi. Demak, bu hozir tasavvur qilinglar, bu qin, bu devorlar polностью tushib ketganda mana shunday bo'lib chiqib turibdi. Endi bu ayolga naqadar yomon hissiyot berishini tasavvur qilinglar. Yurolmaydi, turolmaydi, oyog'ini orasidan doim bir nima chiqib turgandek bo'ladi. Operatsiya qilib kirgizamiz desak, xolajonimiz davleniyalari atigi 180 da yurar ekan. Bu davleniyalarda biz operatsiya qila olmaymiz. Shuning uchun bunaqa holatlarda biz mana bunaqa sfericheskiy pissariyalardan foydalanamiz. Ya'ni bu pissariy operatsiya qilish mumkin bo'lmagan jenskiy a'zolari pastga tushib ketgan bemorlarimizda bu pissariy jenskiy a'zolarni ko'tarish vazifasini bajaradi va mahkam ushlab turadi. Xudo xolasa 10 yil, 15 yil qancha umrlari bor bo'lsa, shu davrgacha mana shu pissariy jinsiy a'zolarni normada ushlab turishga yordam beradi. Bu pissariy o'rnatilgandan keyin bu oylab turaveradi, yillab turaveradi. Orada bir oyda bir marta ginekolog ko'rigiga kelib, ko'rsatib, agar qanaqandir yallig'lanish bo'lsa, davolash choralarini qilib yana o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa bir umr inshaalloh xizmat qiladi sizga. Mazza qilib yurasiz keyin. Salomat bo'ling. Sfericheskiy pissariy o'rnatgandan keyin bemorimizni yo'taltiramiz, kuchaytiramiz va jinsiy a'zolar chiqib kelmayaptimi albatta ko'ramiz. Mana xolamizni hozir yo'taltirdik, kuchaytirdik, mahkam bo'lib qoldi. Boya chiqib turgan narsani kirgizdik, orqasidan pissariyni o'rnatdik, joyida qoldi. Yo'taldilar, kuchandilar, chiqmadilar. Endi to'ylarga borib mazza qilib o'yinga tushsalar bo'ladi. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. 6 oydan keyin bitta ko'rsatib ketasiz, xo'pmi?